Hurmatli do'stlar, biz komanda bilan albatta ochilishga keldik. Nima deysiz? Bo'plamizmi? Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoraverishim deydi. Bu kishi ayiq oqiga kiradilar hozir. Diqqat bilan tomosha qilamiz. Qanaqa jarayonlar bo'ladi? Bu yerda hozir hammasini ochiq oydin sizlarga aytib o'tamiz. Endi mana lattaptaga e'tibor bermaysizlar. Buni shunday qilib olganmiz. Prosta manetlar kir bo'ladi, ba'zi joylarga borsak loy bo'ladi. Shuni yoyamizda ustida kiyib chiqib ketaveramiz. Mana bu narsa batareyka. Davay boshladik. Birinchi oq ayog'imizdan boshlaymiz. Bu videoni olishimizdan maqsad juda ko'pchilik mana shu biznesga qiziqar ekan. Biz yashirib o'tirmaymiz-a? Nimasini yashiramiz? Karvon ko'prisi bo'ladi. Biz ota-bobomizdan qolgan narsa emas. Biz ham kimdandir o'rganib kelganmiz. Avval ayig'i, keyin quyonni. Ey quyon. Ey quyon. Kamzira shu zimni sezonga moslashgan. Yoz kelyapti, adabingiz. Xo'p, mana yerda motor bo'ladi. Mabodo bilmaganlar uchun endi bu video. Ana batareykani shuni o'ylasangiz, aylanadi, ichiga havoni juda katta bosim bilan haydagani uchun bu tiriladi, ko'tariladi. Endi men nima qilyapti endi? Nima bu hozir? Oldi qani, orqasi qani buni? Savol sizga berish kerak. Avval buni yechib olish kerak-da. Ayiq boqaman deysiz? Jasurbek, mena kisho. Mena be. Odatda buni hech kimga bildirmasdan kiyib, surpriz qilib ichkariga kirib borishimiz kerak. Bu ketishda bular hozir hammani bildirib, managa bolachalarni yig'ib, nima bu? Ha, ayiq keldimi? Ha, mana hozir kiradi. Majburni oling. Farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil. Xullas, boshladik. Oyoq kiyimi yechamiz. Ichida oyoq kiyim bo'ladi, o'zining maxsus oyoq kiyimi, o'shani kiyadi. Tapirimiz boshi oyog'i qani hozir. Oxirgi to'yga borganimiz ham tutadigan narsa bo'lib qoluvdi-ku. Mana qoraga tekkizgan mana shu bo'ladi mayetini. Yuvgin desam, ha deb yuvmadi. Kim tekkizgan? Mana-da. Qovun tushiradi doim. Hozir borib yuvasan mo'ykada. Ya bismillah, meni qo'limda kaza raqqoslari qo'ydi. Mo'yka qilamiz hozir borib. Mo'yka qilishi ham ikki xil uslubi bor buni. Basseynga tashab yuvsa ham bo'ladi, o'sha damlangan holatda o'sha avtomoykada pena sepib, bir narsalar qilib yuvib olsa bo'ladi. Mana bolachalar o'sha bilib qoldi. Nima gap ichida? Remellar bo'ladi, to'rt tomondan tarang to'tirgan. Xullas, yordam berib turadi bu ko'tarilishiga. Ichkarida nima bo'lyapti? Ha, ulab qo'yganmiz. Rito. Hafta ishlaysiz, to'sini yurib. Ana, rasvo bo'ldi, ular bilib bo'ldi hammasi. Jarayoni. Biladingizmi? Ha, baramanlayapmiz, ishamiz hozir. Davay, shishamiz. Katta tezlik bilan. Qo'yini tavrikun, qo'yini. Shishdi mana. Ko'tarildi. Ichkarida kim bor? Ha, qanday? Bitta sakraymiz, sakraymiz. Oh. Bu yoqda. Voy, bu rasvo bo'ldi, hammasi bilib bo'ldi.